Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan quyidagi formulaning isbotini ko'ramiz. Ya'ni bizda 3 ta aylana, uchala aylana tashqi ravishda urinilyapti bir-biriga va ularga umumiy bitta urinma o'tkazilgan. Hamda kattaning radiusi r, kichkinaning radiusi kichkina r, eng kichkina radiusi r1 bo'lsa, o'sha r1 ni topish formulasini ko'ramiz. Ya'ni bizga misollarda katta r, ya'ni katta aylana radiusi, o'rtancha aylana radiusi beriladi, kichkina aylana radiusini so'raydi. Yo bu ikkalasi men bunisini so'raydi. Demak, kichkina aylana radiusini topishda biz keltirib chiqaramiz. Birinchi nima qilamiz? Birinchi R1 ya'ni mana aylana markazidan to'g'ri kesma tortib olamiz va buni x deymiz. Bu R1 bo'lgandan keyin bu to'g'ri tortganmiz-ku. R1 parallel ko'chib keladi mana bu joyga R1 bo'lib qoladi. Endi bu katta aylana markazi bilan kichkina aylana markazini bog'laymiz. Mana bu joyi bizda katta R bo'ladi. Mana bu joyi kichkina R1 bo'ladi. Mana bu 90ligidan bunga bizda nima qoladi? R minus R1 qoladi. Ya'ni katta aylana radiusdan R1 chani ayirib tashladi. Shunga bitta Pifagor qo'llaymiz. Ya'ni R minus R1 ning kvadratiga x ning kvadratini qo'shadigan bo'lsak, R plus R1 ning kvadrati chiqishi kerak. Ochadigan bo'lsak, R kvadrat minus 2ta R R1 plus R1 kvadrat qo'shilgan x kvadrat teng R kvadrat plus 2R R R1 plus R1 kvadrat. R1 kvadratlar R kvadratlar yo'q ketsa bir tomonga o'tganda plus minus bo'lib 2R R1 nariga tomonga o'tsa bu 2 ta bilan qo'shiladi. X kvadrat teng bo'ladi bizda 4 ta R R1 ildiz oladigan bo'lsak x teng bo'lar ekan 2 ildiz ostida R R1 ga. Mana. Demak x topdik. Endi nima ish qilamiz? Endi bu tarafga qarab to'g'ri kesma tortib kelamiz va buni y deymiz. 90 gradusga boradi. Bu R1 bo'lgandan keyin mana bu joy ham R1 bo'lib qoladi. Juda kichik bo'lib qoldi, uzr. Shunda bizda mana bu nima bo'lib qoladi? R minus R1 bo'lib qoladi. Endi o'rtancha aylana markazi bilan kichkina aylana markazini bog'laymiz. Bu R, bu R1. Shunda mana jam masofa R plus R1. Bu esa R minus R1. R1 bo'lyapti. Endi bunga bitta Pifagor. Ya'ni R minus R1 ni kvadratiga qo'shamiz y ni kvadratini teng bo'ladi R kvadratga. Yo'q, R emas, uzr. R plus R1 ning kvadrati. R plus R1 ning kvadrati. Ana endi ochadigan bo'lsak, demak R kvadrat uzr. Minusdan 2ta R R1 plus R1 kvadrat qo'shilgan y kvadrat teng R kvadrat plus 2R1 plus R1 kvadrat. R1 kvadratlar R kvadratga yo'q ketadi. Nariga tomonga o'tsa 2ta R1 imiz y kvadrat teng 4 ta R R1 bo'ladi. Demak, ildiz oladigan bo'lsak, y imiz 2 ildiz ostida R R1 bo'lib qolar ekan. Mana y ni ham topdik. Endi nima ish qilamiz? Endi eng katta aylanani markazi bilan mana bu o'rtancha aylana markazini bog'laymiz. Va bundan to'g'ri kesma tortib kelamiz bu yoqqa qarab. Shunda mana bu katta R, bu kichkina R, mana bu masofa. R bu yoqqa ko'chib keladi-ku, to'g'ri. Shunda jami katta R edi. Mana bu kichkina o'rtancha R bu yoqqa ko'chib kelsa, bizda mana bu masofacha katta R minus kichkina R bo'lib qoladi. Bu masofamiz esa mana bu x plus y imiz shuni tepaga chiqib qoladi. Demak, bu x plus y bo'lar ekan. Endi bunga bitta Pifagor. Xo'sh, uni mana bu yerdan yozamiz. Ya'ni R minus R ning kvadratiga, katta R minus kichkina R ning kvadratiga qo'shamiz x plus y ning kvadratini teng bo'lishi kerak R plus R, katta R plus kichkina R ning kvadratiga teng bo'lishi kerak. Buni ochmay turamiz, bularni ochib yuborsak. R kvadrat minus 2RR plus R kvadrat qo'shilgan x plus y ning kvadrati teng. Buni ochadigan bo'lsak, R kvadrat plus 2RR plus R kvadrat. R kvadratlar, katta R kvadratlar yo'q bo'ladi. Nariga tomonga o'tsa, x plus y ning kvadrati teng bo'ladi 4 ta. Ya'ni ikkalasi qo'shilib 4 ta R ga. Ildiz olib yuborsak, x plus y teng bo'ladi 2 ta ildiz ostida R ga. Ana, x plus y o'rniga boyagilar qaytarib beramiz. X o'rniga buni olib boramiz. 2 ildiz ostida R1 qo'shilgan y o'rniga buni olib boramiz. 2 ildiz ostida R1 teng mana 2 ta ildiz ostida R ga. Ikkilar bizda qisqarib ketadi. Ikkalasidan ham ildiz ostida, uzr, o'chirganimiz ham shu payt.
Ildiz ostida R1 ni chiqarib yuboradigan bo'lsak, bunda nima qoladi? Ildiz ostida R plus bunda esa ildiz ostida kichkina r qoladi. Teng ildiz ostida RR. Xo'sh, ikkalasini tomonni kvadratga oshirsak, bundan R1 chiqadi. Ko'paytirib buni qaysi kvadratdan, demak, birinchisini kvadratdan R chiqadi, plus ikkalasini ko'paytmasdan ikkilangani 2 ildiz ostida RR plus R chiqadi. Xo'sh, ko'paytirilgan teng bundan RR. Demak, R1 teng bo'lar ekan, bu bo'lish bo'lib o'tadi. R taqsim R plus 2 ildiz ostida RR plus kichkina r. Mana formula kelib chiqdi. Demak, xulosa, xo'sh, 3 ta radius bog'liqligi eng kichkina radiuschi R1 teng bo'lar ekan, katta R ko'paytiruv kichkina r taqsim R plus ildiz ostida RR shu ikkisi qolib ketib qoldi bizda 2 plus kichkina r. Mana formula. Isbotini ko'rib chiqdik. Demak, misollarda sizlarga katta aylana radiusi, o'rtancha aylana radiusini beradi va kichkina aylana radiusini so'raydi. Mana bu formuladan topib ketishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.